Stalinning irqiy qirg'inchiligi. Avtori Norman Naykman. İngilizceden tarjima qilguvchi Anvar Qarqurun. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 14-sonidan ilindi. 1953-yildagi o'limidan ilgirgi 20 yil ichida Stalin til bilan tasvirligisiz jinoyatlarni sodir qildi. U majburiy emgak lageriga 17 million kishini solib o'tgan bo'lib, ulardan 1 million 700 ming kishi o'lib ketdi. 1 million 200 ming kishini o'limga hukm qildi. 6 million kishini boshqa joylarga surgun qildi. Ularning 1,5 millionni vaqtsiz kelgan o'lim o'z qo'yniga oldi. Buningdan sirt Ukraina ocharchiligi Polshaliklarga, Balt xalqiga va kollektivlashishga qarshilik qilgan dehqonlarga, shundaqla surgun qilinishga qarshi kurash qilgan millatlarga qartilgan qirg'inchilik va o'lim jazosi 3 milliondan 5 milliongacha kishining hayotini nobud qildi. Bu jinoyatlarning ko'pinchisi etnik sifatida bilingan guruhlarga qartilgan bo'lsa-mu, bu jinoyatlar irqiy qirg'inchilik deb belgilanmagan. Norman Naykmanning aytganidek, ba'zi ilmiy axloqiy to'salg'ular akademiklarning Stalinning jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb atashdan to'sib qo'ygan edi. Ba'zilar bo'lsa, irqiy qirg'inchilik hukmi faqat natsistlar tomonidan qirg'in qilingan yahudilarga qartilish kerak edi. Yana ba'zilar Ukrainadagi ocharchilikni jazolangan kishilarning majburiy surgun qilinishini va yoki Polsha armiyasi amaldorlarining Kayton o'rmonligida qirib etilishini Sovet qirg'inchiligining simvoli deb ayrim muomala qilib, boshqa munosabatli voqealarni bir yoqqa qayirib qo'ygan. Yana ba'zilar bo'lsa, Stalinizmning ziyonkashligiga uchrag'uvchilarning hammasining etnik millatlarga tava emasligini, ammo qirg'inchilik uchrag'uvchilarning ijtimoiy va siyosiy guruhlarni tashkil qilganligini ko'rsatib o'tgan. Halbuki Naykman Stalinchilarning jinoyatining irqiy qirg'inchilik deb atalish kerakligini ilgari surdi. U o'zining qisqa kitobida Stalinning boy dehqonlarga qilgan vahshiy hujumiga aloqador bob ajratgan bo'lib, Gulag qipalash jinoyati Sovet ittifoqining ko'p qism nupusini o'z ichiga olgan. 1932-yili 1933-yillardagi Ukraina ocharchiligi majburiy sanoatlashtirishni tezlashtirish va mustaqil dehqonlarning belini o'shtish uchun loyihalangan bir qator siyosatlarning natijasidan kelib chiqqan. 20-asrning 30-yillardagi majburiy ko'chirib o'tish Sovet ittifoqiga nisbatan kelgindi kishilar deb qaralgan German, Polak, Koreyan, Estoniyaliklar, Litvaliklar va Latviyaliklar, Shimoliy Kavkazdagi musulmon xalq, shundaqla Qora dengiz qirg'og'idagi chechenlar, ingoshlar, Qrim tatarlari qatorliqlarga ziyon solgan. Shundaqla 1937-yili, 1938-yillari g'oyat zo'r davlat terrori yuz bergan. U kitobida 9 xulosani yakunlab chiqqan. U yakunlagan xulosalar mundaq: xalqaro qonunlarning tuzilishi jinoyatining ijtimoiy va siyosiy guruhlarni o'z ichiga olgan kengaytirilgan aniqlamasini o'ttirg'a qo'ydi. Bu hol irqiy qirg'inchilik degan so'zni Stalinizmning jinoyatiga texmi moslashtirdi. Stalin vahshiy qotil bo'lib tug'ilmagan yoki bu holat cho'ng bo'lmagan. Halbuki bir qator shaxsiy va siyosiy voqealar uni vaqtning o'tishiga ergishib irqiy qirg'inchiliklarga aylantirgan. Gulag qipalashmi irqiy qirg'inchilik doirasiga kirdi. Chunki Gulag qipalashning keyingi bosqichlarida Sovet ittifoqi hokimiyati jamiyatga yot kishilarni yo'qotishga uringan. Ukraina ocharchiligini irqiy qirg'inchilik deb atash kerak. Bu jarayonda dushman millatlarga qilingan hujumlar va terror irqiy qirg'inchilik xarakteriga ega edi. Stalin va uning qo'lchimoqchilari bu jinoyatlarni urushga tayyorlik qilish va siyosiy raqiblarga qarshi kurash qilish deb atalishi bilan urush qo'rqinchi ham ko'ptirildi. Ham Stalinchilar tomonidan 1930-yillarda jang'izomin harakatlarni qonuniylashtirish uchun qo'llanildi. Eng orqada muhim xulosa shuki, Stalinning keng ko'lamdagi qotillik qilish jinoyati Gitlernikiga o'xshamaydi. Chunki u bo'lmasa, bu jinoyatlarning yuz bergan bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Tadqiqot asosida ustuliq bilan yozib chiqilgan Stalinning irqiy qirg'inchiligi degan bu asar akademik o'qirmanlarningmi, boshqa o'qirmanlarningmi qiziqishini qo'zg'aydi. Bu asarning boshqa avtorlarni Stalinning cho'ng ko'lamli terrorlik harakatini qayta baholab chiqishiga va uning jinoyatini uning qilmishiga yarasha ism bilan atishiga turtki bo'lishini umid qilaman.